Gastnitsalar endi misol hamma 50 ta 60 ta odam kelsa men imkoniyatim to'g'risini aytaman, hammaga yetmaydi. Men katta sharoit qilyapman. 50-60 emas, mani gastnitsani sizni ko'taring. Endi eshitib turgin, endi gapni eshitib turgin. Yo, endi misol eshitib turgin. Men tug'ilgan kunimda shunday haq bermoqchiman. Maza qiladi kelgan odam qancha rasvot qiladi, boshqa qiladi. Gap unday boshqada emas. Men o'zim kelsanglar, ko'rasizlar, aytasizlar o'zlaring. Gastnitsalar sen kelayotgan kunlaring bayram yo'q. Mana kecha tugadi bayram. Dubayda katta bayram bo'ldi-ku, men ko'rsatdim ham ko'chalarda. O'sha bayram kecha tugadi. Gastnitsalar tushdi narxlar. $70, $100lik gastnitsa. 70-60 gastnitsa kuniga. $1000, $50, $500lik gastnitsa yo'q hozir. Yo'qmi? $100 qarang. Sardor. Mana gastnitsasi oldida $100 gastnitsa bor. Xonangni oldidan xonada bizaga 3-4 kishilik. Dilshod aka, so'z. Foizchi bo'lsa farqi yo'q, pulning ahamiyati yo'q. Zo'r bo'lsa. Akajon, men aytmoqchi bo'lganim, Dubayda bayramlar tugadi, gastnitsalar mana kuniga $1000, $500 emas hozir. Arzon. Normal $70, $100. 2 kishilik xona $100, $70lik. Meni yonimda gastnitsa bor. Buni ham kattasi meni og'aynim. Tushunyapsizmi? Meni telefon qilaman, bo'ldi, любой payti biron qilib, любой payti xonada muammosi yo'q. Kelib mana shu yonimda turaverasizlar. Masalan 2 kun oldin kelsa ham, 1 kun oldin kelsa ham yordamlashib endi. Yaxshi endi yaqinlar ertachi keladi-da. Yaqinlar ertachi keladi, to'g'risi. Xizmat bo'ladi, misol. Sen u yoqda men bu yoqda tug'ilgan kunimni kutib o'tirmayman-ku. Soat qachon 7 bo'lgandi. Yo, Shahri aka endi bularga aytmay. Ha. Bitta zakonni sportkar olib kelib qo'yganman, sportkar. Endi yigit kishi mashinaga qiziqadi-ku. 2 kun shunday tog'alar bilan ikkita sportkar bilan shunday chiqamiz cho'lga. Shunaqa drift qilayotgan joylar bor, aka onasiga Makrarlar, Lamborghinilar bor, tutatib balonni yoqamiz uni esga tushadi. Tamam. Tushunayapsizmi? Maza qilamiz. Mashina aytasan-da. Da. Tamam. 4 oyoqli, 2 oyoqlisi ham bor aka. Zo'r. 4 oyoqlidan keyin 2 oyoqli drift qilsa unda ham zo'r bo'ladi. Unda ham zo'r bo'ladi. Kunduz kuni 4 oyoqli drift qilamiz, kechga 2 oyoqlilarini drift qilamiz aka. Tamam. Yujulu. Yurimiz o'rish. Urdi. Ana. Bunga men chidalmaydim, tog'alar. O'zim tog'am, men bunga chidalmaydim. Do'stlar, men qo'pol qilib aytsam ham, kibrli emas, katta pisalli, kuchli emas. Haromi bir sotqin boqishdan charchadim. Men do'stlarimni chaqiryapman. Sizlar kutmagan odamlar keladi. Sizlar TikTokda oldin ko'rgansizlar, hozir ko'rmay ketgan odamlaringgacha keladi. Kimlar keladi o'sha kuni sulh beringiz. Ko'rasizlar. Xudo xolasa ko'rasizlar. Men kuchlilar chaqirib, kuchlilar boqishdan charchadim. Ertaman bu yoqqa non tuzim yeb, orqamdan O'zbekistonga borib olib, onangni sikadi, meni so'kayotganlardan charchadim. Men dushmanlar kerak emas menga. Sikaman bular chaqirib, boqib qonun semirtirib. Qo'ttag'imni ko'rsin unaqa atmosfera ko'rguncha ular. Qo'ttag'imda mana shuni chiqarib qo'yaman, shular ko'rsin. Do'st dushman ko'rsin. Dushman nima kerak bizga? Dushman boqib, to'g'ri. Charchadinglar, dushman boqib biladi. Azizlar 11da tushadi-da, 11da tushadi. Aziz kim bilan boryapti? Aziz Nurbek bilan bratishkasi o'zini tug'ishgan ukasi bor, u bilan yana kim? 4 kishimi, 3 kishimi kelishyaptilar. Guchchini ham olib kelingan bu ham biladi, ko'rishmaganman Guchchi bilan. Bu 2 yildan beri TikTokda tanishimiz, ko'rishmaganmiz. Kelsin bir mazza qilsin, gulat qilsin jalab Dubayda. Mazza qilsin biladi. Guchchining o'zini hayoti bor-ku. Mendan so'rab ish qilmaydi-ku. Endi biz so'rayapmiz-da, kelsin. Kelay Guchchi, bu onasiga o'layotgan. Da, xudo xolisi nasib qilsa boraman. Ay ketyapti, kecha ay bilan gaplashdik. Ay ketyapti. Ay rostdan boryaptimi? Rost bilmayman. Kelaman dedi, men o'sha kuni urishib qoldim, yig'ilib o'tirgan ekan, bilmasam. Yo'q, kecha men efirga kelib gaplashdi. Mister Bro, uzibba brata, rahmat. Ana shuni kemani o'rtaroqqa borgan payti agar uxlab qolsam, men turg'izgining. Onangni sikaydi oyog'iga bir 100 kilolik tosh bo'lib suvga tashlayveraman onangni.
aka misol hali hech qaysi TikTokda tug'ilgan mana